Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda ko'rib bilib turganlaringizdek, мясорубкalarimizda to'liq obzorni qilamiz. Bu obzorimizda bizda hozirgi kunda mavjud bo'lgan мясорубкаlar narx-navlari, xarakteristikasi, kim qanaqa мясорубка olishi kerak, shular haqida to'liq tanishib o'tamiz. Xo'p, hozirgi kunda bizda qushxonalar, qassobxonalar, oshxonalar, go'sht sohasiga aloqasi bor har qanaqa joy uchun мясорубкаlarimiz mavjud. Hozirgi kunda bizda TK modellarda 12 dan 42 gacha bor. Undan tashqari Area modellarda 12 dan 35 gacha bor. Undan tashqari Turkiyaning 12, 22, 32 modellari hozirda bizda mavjud. мясорубкalarimizga biz 3 oydan garantiya qilib beramiz har bittasiga, faqat elektronikasiga. Aytib o'tilgan faqat elektronikasiga. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekiston har qanaqa hududiga dastavkasi bor kelishilgan holatda. Ekran nomerlari orqali chiqib bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Biz bo'lmasa obzorimizni boshladik. Birinchi bo'lib tanishtiradiganim hozirgi kunda eng topji hisoblangan Area modellarni tanishtirib o'tamiz. Ya'ni rossiyskiy cho'chqalarda absolyutno birga bir varianti, qanaqa tushuntirsam bo'ladi men sizlarga. Hop, bu modelimiz hozirgi kunda Area'da 32 lik modeli, bizda bundan tashqari 12, 22 modellar mavjud. Hozirgi kunda eng yaxshi hisoblangan modellar shular bo'ladi. Xo'p, bularning motorlariga keladigan bo'lsak, 12 likda motori 1 kilovat bo'ladi, 22 likniki 1.5 bo'ladi, 32 likniki 8 220 motor bo'ladi. Komplektida o'zinikidan tashqari o'zini setkasi, o'zini pichog'idan tashqari yana qo'shimcha pichog'i va yana bir xil razmerda setkasi bo'ladi. Ya'ni ikki xil. Bittasi 6 lik bo'lsa, bittasi 8 lik, ikki xil razmerda bo'ladi va o'zini ikkita pichog'i komplektida bo'ladi. Undan tashqari to'liq nerjavika, xudo xolasa ancha-muncha sinmaydigan kalyonli temirdan nasadka qilingan, miyalari, anaqalari, glavniy aylantiradiganlari alohida bo'sh edi. Bosadigani va kolbasniy pressi komplektida mavjud. Xo'p, har bitta Xitoyda Area modellarda komplektatsiyasi bir xil, xuddi shu yo'nalishda bo'ladi. Ya'ni 12 likda olsalar ham, 22 likda olsalar ham, 32 likda olsalar ham, 15 likda, 25 lik, 35 likda olsalar ham bir xil komplektatsiya bo'ladi. Xuddi shu narsalar komplektda chiqadi. Motorlar boshqa bo'ladi xolos. Xo'p, hozirgi kunda 12 lik мясорубкamizni Area modelida 12 likini hozirgi kunda narxi $280 qilib beramiz. 22 likini narxiga keladigan bo'lsa, $330 qilib beramiz. 32 likga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda $370 dan qilib beramiz. Xudo xolasa O'zbekiston barcha hududiga kelishilgan dastavkalar bo'ladi. Bularda akasi hisoblangan 15, 25, 35 lik мясорубкаlarimiz. Bu 12, 22, 32 dan farqi nimada desalar ham birinchi o'rinda motorida bo'ladi. Ya'ni 1.5 kilovat 12 likning motori bo'ladi. 8 kilovat 22 likniki bo'ladi, 2 kilovat 32 likning motori bo'ladi. Bularda ob'yomida ham farq qiladi. Misol uchun 12 lik мясорубкamiz soatiga 100 kilogacha laqim go'shtda bemalol maydalab beriladi. 15 lisi bo'ladigan bo'lsa, 150-200 kilogacha laqim go'shtda maydalab beriladi. 22 lisi 150 kilogacha o'rtacha 150 kilogacha laqim go'shtni maydalab bersa, 25 lisi bo'lsa, 150 kilodan 250 kilogacha bemalol laqim go'shtni maydalab beradi. 32 lisi 200 kilo bemalol laqim go'shtni maydalab bersa, 42 lisi 200 kilodan 300 kilogacha go'shtga qarab maydalab beradi. Bular 12 lisi ham, 35 lisi ham bir xil standart muzlagan go'shtlarni chiqarib beriladi. Muzlagan go'sht qanaqa? Yaxshilab e'tibor beramiz. Pichoq kesadigan darajada, pichoq bemalol kesadigan darajada kubik shaklda bo'lsa, ya'ni mana shu ekranlarda chiqib turibdi, xuddi shu shaklda bo'lsa, bemalol bez atkas muzlagan go'shtlarni ham chiqarib bera oladi. Xo'p, endi buni 15 ligini narxiga keladigan bo'lsa, komplektatsiyasi bir xil. Mana misol uchun, xo'p, mana 25 lik model bo'lsa, mana yonma-yon qo'yib solishtirib beraman. Mana 32 model. Uzunligini boshqa joylarni ko'rib turibsizlar. Shularda farqi bor. Xo'p, hozir 15 likda narxiga keladigan bo'lsa $390 qilib beramiz. 25 lik narxiga keladigan bo'lsa $480 qilib beramiz. 35 lik narxiga keladigan bo'lsa $540 xudo xolasa chiroyli narxda qilib beramiz. 3 oy garantiyalari bilan. 3 oy garantiyalari elektronikasiga bo'ladi. Farg'ona shahar ichi bo'ylab dastavkamiz bepul. O'zbekiston barcha hududiga kelishilgan holatda dastavkalarimiz bor. Undan tashqari, meni uyim uchun, мясорубка olaman deydigan aka-uka opa-singillarimizga
eng tavsiya qiladigan modelimiz shu ekraningizda chiqib turgan TK12 modelimiz. Soatiga, ya'ni zavod bergan prinsipga olib qaraydigan bo'lsa, 150 kilogacha laqim go'shtni maydalab bera oladi. Muzlagan go'shtlarga ozgina qiynaladi. Mayda kubik shaklda to'g'ralinsa, ularni ham to'g'rab chiqarib beradi. Hamma yo'g'i komplektatsiyasi temir bo'ladi. Buni olgandan keyin uyingizga bitta qo'yib qo'yasiz. Halaqa mayda melish mesorobkalarga umuman e'tibor bermay qo'yasiz. Narx aytib o'tilgandek $150 qilib beramiz. Bu ham garantiyasi bir xil shaklda ketadi. Tishlariga, motoriga garantiya ketmaydi. Elektronikasiga 3 oy garantiya qilib beramiz. Endi bulardan oldingiroq oldwi eskiroq modellarimiz, ya'ni TK modellarimiz. Hozirgi kunda bizda TK modellari 12lisi, 22lisi, 32lisi bor. Undan tashqari 22 Pro, 32 Pro, undan tashqari 42 modellar ham bor. Xo'p, bularda xarakteristikasi, narx-navolarga keladigan bo'lsa, 12lik modelimizni aytib o'tilgandek $150 qilib beramiz. Soatiga 150 kilogacha go'sht maydalab beradi, 750 vatli motor bo'ladi. 22lisi keladigan bo'lsa, примерно soatiga o'rtacha hisobda 220 kilo go'sht maydalab beradi, 220 tok ishlab turib, hozirgi kunda narxi $270 qilib beramiz. Motorlari 2.2 kilovatli motor bo'ladi. Xo'p, uni akasi 32 liga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda $380 qilib beramiz. Zadniy приводи bo'lmaydi uni. Hozirgi kunda narxi uni $330 qilib beramiz. 32 lisini soatiga 300 kilogacha go'shtni bemalol maydalab beradi. Endi Pro modellarda ikki xili bor. 22 lik, 32 lik modellari hozirda bizda mavjud. Bulardan bitta funksionalni ustun tomoni zadniy привод borligida. Bemalol zadniy orqaga oldiga bemalol qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Hop, buni soatiga 250 kilogacha 22 lisi maydalab bersa, 400 kilogacha 32 lisi maydalab beriladi. Narxlarga keladigan bo'lsa, $420 ga $550 qilib beramiz. Xo'p, bizda bitta mashinalarni ham ko'rsating-da. Shu mesorobkalar ham nalishida mavjud, ya'ni tovuq go'shtlarga olsalar, ular zo'r sizlarga ob'yom qilib beradi. Hop, 32 lik, 22 lik, 50, 32 lik, 42 lik, 52 lik modellari bor. 220 380 ham narxlari 300, 350, $400 bo'ladi. Ya'ni 32 lik $300, 32 lik $300, 42 lik $350, 52 lik $400 dan qilib beramiz. Hozirgi kunda eng bahaybat hisoblangan soatgacha 1 tonna 200 go'shtni bemalol maydalab bera oladigan 220 dan 380 dan sizlarning xohishlaringizga qarab turib chiqarib beraveramiz. Shu mesorobkamiz hozirgi kunda bizda nalichida mavjud. O'zinikidan tashqari komplektda pichoq va setkasi hozirgi kunda bor. Hop, bu mesorobkamiz o'zi asl tan narxi $1500 chiqqan. Hop, shu videoda ko'rib chiqadiganlar $1200 dan xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Buni sotib oladigan bo'lsa, imенно mashina dastavkasini O'zbekiston bo'ylab bepul qilib beraman. Hop, shu tushuni ukasi 32 lik modeli, buni $550. Bu ham xuddi shu komplektda ketadi. Endi men sizlarga shu vaqtgacha aytib o'tgan mesorobkalarimizni bittadan pichoq, bittadan setka zapas bo'ladi. Buni alaqa bo'lmaydigan varianti ham bormi desalar, albatta bor. Bular Turkiya modellar hisoblanadi. Turkiya modellari hech qaysisida zapas pichoq ham bo'lmaydi, zapas setka ham bo'lmaydi. Komplektda bir dona o'zini setkasi, o'zini pichog'i, o'zini nasatkasi va bitta bosqich chiqadi. Hop, bizda hozirda Turkiyaning Chag'dash brendiniki bor. Bitta ko'rsatib yuboring. Xuddi shu ko'rib turgan mesorobkalaring bor. Hozirgi kunda bizda buni 12, 22, 32 lik 220 varianti va 22, 32, 380 variantlari ham bor. Xudo xolasa narxlari keladigan bo'lsa 12 lik $400, 22 lik 220 modelini $610, 380 modelini $600, 32 lik 220 modelini $710, 380 modelini $700 dan qilib beramiz. Hop, bularni to'liq xarakteristikasini aniqlab chiqsani tushuntirib beramiz. Ekranda nomerlarimiz turibdi. Undan tashqari qassobxona, oshxona bitta aylantirib ko'rsatib yuboring. Shu ko'rib turgan оборудованиялар ham xudo xolasa bizda nalichida mavjud. Ekranlaringda nomerlar aloqaga chiqib bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan zo'r videolar hali oldinda. Qana biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, qana yo'nalishga ketmoqchi bo'lsangiz, kommentariy yozib qo'ysangiz, imkon boricha biz sizlarga o'sha narsani obzorini qilib beramiz.